Bugunning hikmati. Bugunning hikmati. Shuhrat qo'lida sovg'a salomlar bilan uyga kirib keldi. Unga onasi peshvoz chiqdi. Assalomu alaykum onajonim deya sovg'alarni onasiga berdi. Onasi xursand bo'lib o'g'lini duolar qildi. Ularni kuzatib turgan kelin xonasiga kirib ketdi. Shuhrat onasining yonidan chiqib, bexosdan ayolining gaplarini eshitib qoldi. Kuyovingizni maqtayvermang. Bugun ham onasiga bir dunyo sovg'a salomlar olib kelib, yoniga kirib ketdi. Biz 10-o'rinda. Onasidan qolganlari, ularga kerak bo'lmaganlarigina bizga tegadi, dedi telefon go'shagini qulog'iga qo'yib. So'ng, "Ha, siz aytgandek shukr qilib o'tiribmiz. Ikkita bolamiz bor, arazlab keta olmasak. Bo'pti oyi, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. Gapimni kimdir eshitib qolmasin" deya ayol telefon go'shagini qo'ydi. Kech tushdi. Yarim kechasi Shuhrat onasi "Isitmam chiqyapti shekilli. Mazam bo'lmayapti. Suv olib kela olasanmi?" dedi. "Uf, shirin uyquda vaqting bezovta qilishmasa-da", dedi ayol. "Olib kel iltimos, mazam bo'lmayapti", dedi Shuhrat. Ayol ming'irlab tashqariga chiqib ketdi. Kap-katta odamni ham istimas chiqadimi? "Mana oling" deya suv solingan kosani tumbani ustiga qo'ydi. "Rahmat. Shirin so'zlaring bilan ichgandek bo'ldim", dedi Shuhrat. "Ichmas ekansiz, nega meni bezovta qilasiz?" dedi ayol jahli chiqib. "Boya onangga meni yomonlayotganingni tasodifan eshitib qoldim. Bilasanmi? Aslida kasal emasman. Shunchaki seni o'sha shikoyatlaringdan keyin sinab ko'rgim keldi. Agar hozir onamga isitmam chiqyapti desam, darrov sergak tortadi. Peshonamni ushlab ko'radi, isitma o'lchagichda o'lchab ko'radi. Mazam yo'q desam parvona bo'ladi. Uyqumni buzding deb norozi bo'lmaydi. Sen esa bir kosa suvni olib kelishni ham malol bilding. Ayt, onam shunday mehru e'tiborga arzimaydimi?" dedi Shuhrat. Ayol o'ylanib qoldi. Xijolat bo'ldi. "To'g'ri aytdingiz. Xatomni tushundim. Meni kechiring. Ona farzandi uchun hech qachon malollanmaydi. O'g'limiz ham sizga o'xshasin", dedi. Bugunning hikmati.